Assalomu alaykum creators. Qalaysizlar, so'masizlar? Xo'p, biz birinchi videoni ham boshlab oldik. Bu darsimizda nima haqida? Color grading haqida. Color gradingda sizlar nimalar o'rganasizlar? Ya'ni dasturlar bo'yicha ranglarni berish, ularga presetlarni, lootlarni o'tkazish haqida gaplashamiz. Birinchi ishimizdan nimadan boshlaymiz? DaVinci appni yuklab olishdan. Internetga kirib olamiz birinchi o'rinda. Undan keyin Chrome yoki Safari farqi yo'q. Shunchaki DaVinci Resolve yozamizda enter bosamiz. Birinchida o'zi Blackmagic Designda kelib chiqadi DaVinci Resolve 20. Xo'p, bu yangi chiqqan versiya 2025-yil chiqdi, yaqindagina. Juda zo'r yangiliklari bor. Ishlash uchun juda ham qulay, AI deysizmi, hamma narsa qo'shilgan. Xo'p, pejlarimizni ko'ramiz. Birinchi pejda DaVinci Resolve'da qilingan ishlar ko'rsatilgan, undan keyin esa yuklash qanaqa tarzda olib boradi. Xo'p, DaVinci'ning ikki xil versiyasi bor, ya'ni pulli versiyasi, ikkinchisi tekin versiyasi. O'zi ikkalasi bitta, prosta pulli versiyasini olsangiz sizda imkoniyatlar ko'proq, ya'ni AI dan foydalana olasiz, ya'ni ba'zi bir effektlarni bemalol ishlata olasiz. Pulligida esa ba'zi bir qo'shimchalar chegaralangan. Bu degani montaj qila olmayman yoki boshqa narsa degani emas. Color qila olmayman degani emas. Bemalol color qilsangiz bo'ladi, bemalol montaj qilsangiz bo'ladi, bemalol render berib olasiz. Qanchadir vaqtgacha render berasan turmaydi. Xohlasangiz 10 soat narsani render qilasiz, xohlasangiz 100 soat. Xohlasangiz 1-2 minutli videoni ham bemalol yuklab olishingiz mumkin. Xo'p, DaVinci'ni qanaqa yuklab olamiz? Agar sizda ключ bo'lsa, sotib olgan bo'lsangiz, ключi bo'ladi. Free download shunday ezamizda, ikkita chiqib keladi. Ya'ni DaVinci Resolve 20, DaVinci Resolve Studio 20. Bular qanaqa? Ya'ni DaVinci Studio 20si bu effektlarga dostуп ochiq, ya'ni ключ bilan kirasiz. DaVinci Resolve'ning o'zi ключsiz bemalol kirib ketaverasiz, lekin ba'zi bir effektlar, ya'ni DaVinci'ning emblemasi chiqib qoladi ba'zi bir effektlarida. Bu aytaylik, mana boshda ishlaganimda menga 1-2 yil pulli versiyasi kerak bo'lmagan, chunki o'rganib olishim uchun. Bu degani colorlarda qanaqadir cheklovlar bor? Yo'q. Umuman cheklovlar yo'q. Faqatgina ba'zi bir elementlarda cheklovlar bo'lishi mumkin. Xo'p, undan tashqari turli xil saytlardan DaVinci'ning pulli versiyalarini ham, ya'ni crack versiyada yuklasangiz bo'ladi, lekin men unaqalarni bilmayman, chunki men sotib olib ishlataman. DaVinci yuklab olish uchun o'zingizning kompyuter tizimingiz qanaqa bo'lsa, yuklab bemalol o'shanga qarab turib yuklab olishingiz mumkin. MacOS, Linux, Windows x86, Windows ARM. Bilmadim, Windows men ishlatmayman, to'g'risini aytsam, men Mac ishlatganim uchun MacOS qilaman, lekin yuklanish hamma narsasi bir xil, registratsiyadan o'tish kerak bo'ladi. MacOS tizimini ezaman. MacOS tizimini ezgandan keyin panel ochiladi. Ya'ni o'zingizni ismingizni, regioningizni, kompaniya nomingizni, ya'ni shtat deganda shaharingizni bemalol kirib ketishingiz mumkin. Xo'p, birinchisiga ismimni yozaman. Sayotbek. Ketib qoldi. Sayotbek, familiya Gafurjanov. Hop, kompaniya studio, email, o'z emailni kiritamiz, emailingizni kiritasiz, telefon raqamingizni kiritasiz va tanlaysiz. Men O'zbekistonni tanladim. O'zbekistonni tanlaganingizdan keyin pochta manzil, ya'ni pochta manzillari bor har bitta regionda. Bizaniki 100 ming ekan bizning pochtamiz. Keyin City Tashkent hammasi o'z-o'zidan kelib chiqadi. Register download qilsangiz, o'sha shunchaki DaVinci o'zi skachat bo'lishni boshlaydi. Va uni skachat qilib bo'lganingizdan keyin oddiy uстановканы ezasiz, 2 marta ustiga esiz, o'sha uстановка bo'lib ketaveradi. Faqatgina del tugmalarini bosib qo'ysangiz bo'ldi. Menda o'sha uстановка bo'lgan, shuning uchun prям DaVinci'ning o'ziga o'ta qolamiz. Mana ketdik. Ochganimizdan keyin birinchi bo'lib biz, ya'ni cut
bo'limida paydo bo'lamiz. DaVinci ochilganidan keyin. Cut bo'limi nima? Ya'ni ma'lumotlarni kesish va ularni cut qilish uchun kerak bo'ladi. To'g'risini aytsam, men bu cut bo'limida umuman ishlamayman. Prям editga tashlayman hamma ma'lumotlarimni. Bu videoda, ya'ni DaVinci'da prям o'zim ishlaydigan variantda ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib sizlarni bo'limlar bilan tanishtirib olaman. Birinchi bo'limimiz MediaPool. Ya'ni botga umumiy videolaringizni, effektlaringizni, timelinelaringizni shu olasiz. Agar VN, CapCut, Premiere ishlatganlar bo'ladi, ya'ni project file, ya'ni ma'lumotlar saqlash joyi. Xo'p, bu bo'limda qanaqa ishlash kerak o'zi? Men maslahat beraman, faqat tartib bilan ishlashdi. Ya'ni men doimo fayllar ochib olaman. Xo'p, new bin qilamiz-da, faylning nomi birinchi bo'lib video. Tartib bilan ishlash nimaga kerak desanglar, doimiy ma'lumotlarni qayerga tashladimikan, qayerdan qidirsam ekan, qidirib yurmaslik uchun. Birinchi bo'lib video papkasini ochib olaman. Undan keyin sound papkasini ochib olaman. Sound, ya'ni sound effektlarni hammasini shu yerga joylashtiraman. Undan keyin effekt. Ya'ni kerak bo'ladigan elementar narsalar, ya'ni effektlar programmaning o'zidan tashqari, ya'ni yuklab olinadigan effektlar ham bor. Ya'ni overlaylar, turli xil chiziqlar, turli xil ikonkalar. Ularni effekt deb atayman ko'proq. Undan keyingi faylimiz music, ya'ni sound bu, ya'ni qisqa, ya'ni sound effektlar deydi, ya'ni aytaylik mishkani bosilishi yoki klaviaturani ezilishi, shunga o'xshagan sound effektlar, wash, riser, click, shunga o'xshagan hammasini soundga joylashtiraman. Music bo'lsa background musiqalar, ya'ni nechadir minut, nechadir daqiqa bo'ladigan musiqalarni yo'qotib qo'ymaslik uchun joylab boraman. Xo'p, undan keyingi faylimiz timeline. Timeline, ya'ni bu siz ishlaydigan okno, ya'ni fayllarni, videolarni tushirib, ularni kesish, ulash, effektlar qo'shish, subtitrlar yozish, hammasini bitta liniyada qilinadi. O'sha liniyaning nomi timeline, ya'ni sequence deymiz Premiere'da. O'sha mana 5 ta papka tayyor va undan keyin qo'shiladigan ma'lumotlarimga qarab turib fayllar ochib ola qolaman. Mediaga qanday ma'lumotlarni yuklab olamiz degan savol bo'lishi mumkin. Ikkita yo'li bor. Bittasi chiqonchani o'ng tomonni ezib import media qilishlaring mumkin, yokida shunchaki ma'lumotni mana bu yerda shuni ushlab, bu tomonga o'tkazib, tak, shuni tashlab qo'ysanglar ham tushaveradi. Bunga unchalik katta farq kerak emas. Xo'p, MediaPooldan keyingisi effektlar, ya'ni toolboxlar, переходlar har qanaqa. Xo'p, bundan keyingisi Index, bu ya'ni fayllaringiz nomi. Sound library. Sound libraryga siz o'zingizga kerakli muzikalarni internetdan yuklab, shu yerga ham ma'lumotlarni saqlab qo'yishingiz mumkin. Xo'p, undan keyingisi DaVinci Resolve yangi versiyalarida 2025-yildan boshlab keyframe qo'shildi, uzoq kutilgan narsa. Ya'ni videolaringizdagi framelar nimaligi haqida yana to'liqroq, agar bilmaydiganlar bo'lsa, to'liqroq gaplashamiz video davomida. Bu framelar uchun bo'lim. Ya'ni monitorimizning chap tomonidagi qo'yiladigan bazalarni ko'rib chiqdik va o'ng tomonga o'tamiz. O'ng tomonda inspektor, ya'ni Premiere'da effects control deyiladi. Ya'ni hozir ko'rsataman sizlarga. Har xil zoom tortish, rotationlarni to'g'irlash, crop qilish, dinamik zoom berish, kompozitsiyalarni to'g'irlash, speed, ya'ni speed change, ya'ni tezligini oshirish yoki sekinlashtirish, stabilizator va boshqa instrumentlarni ishlatishlaring mumkin. Xo'p, bu yerda hozir bizda faqat rasm bo'lgani uchun bu bo'limni ochyapti. Bunda musiqalar bilan ham xuddi shunaqa ishlaydigan bo'limlar mavjud. Videoning o'ng tomonidagi panel bilan tanishib chiqdik. Endi pastki qismdagi panel bilan tanishamiz. Bu timeline, ya'ni sequence, videolarni montaj, kesish, ulash, effektlar qo'shish, hammasi musiqalarni qo'shish shu panelda bajariladi. Edit bo'limi shu panellardan iborat. Yana qo'shimcha effektlar yoki detallar bo'lishi mumkin. Bularni yana to'liq tushunib ketamiz. Hozir shunchaki tushuntirib o'tib ketaman. Nima panellar borligini. Xo'p, undan keyingi panelimiz pastdan qaraymiz, Fusion. Bilsanglar, Adobe oilasida, ya'ni Premiere Pro, After Effects, Audition har xil bo'limlarga ajratilgan, ya'ni alohida applar qilingan Adobe oilasida, DaVinci'da bular hammasi bitta joyga yig'ilgan. Bitta dasturda o'zida.
no bitta dasturda o'zida bo'lgani bilan qanaqadir og'ir ishlaydi yoki qiynaladi degan narsa juda yengil ishlaydi. Fusion bo'limimizda bu tasavvur qilishlaring uchun After'ga o'xshaydi. Полностью effektlar, animatsiyalar, даже 3D modellar yasasanglar ham bo'ladi bemalol. Bu bo'lim bo'yicha menda juda katta bilim yo'q. Shuning uchun asosiy ishimizda color bo'lgani uchun fokusimizni color bo'limiga qaratamiz. Xo'p, undan keyingi bo'limimiz color bo'limi. Color bo'limiga tushuntirishim uchun panellarning har birini juda ko'p vaqt kerak, chunki juda ham ko'p detallar mavjud. Ya'ni panellarning ichida ishlatiladigan bir nechta panellar bor. Bularga alohida video qilamiz. Bilishinglar uchun bu color bo'limi, ya'ni bizning asosiy ishlaydigan bo'limimiz. Undan keyingisi esa soundlar, ya'ni musiqalar bilan ishlash, equalizerlar, har xil ovozlar bilan ishlashga kerak bo'ladigan barcha narsa sound bo'limida bor. Bemalol ishlasanglar bo'ladi. Xo'p, undan keyingi panelimiz render. Ya'ni qilingan, tayyorlangan videoni render berib chiqarib olish, ya'ni tayyor video sifatida o'zingizga qabul qilib olish uchun panelimiz. Bugungi videomizda sizlar bilan birinchi panellar haqida gaplashib oldik. Keyingi darsimizda eng katta bo'limimiz color bo'limi haqida gaplashamiz, chunki color bo'limida panellar juda ham ko'p. Masalan, kontrast bo'limi sizni applicationlaringizda, ya'ni bitta yoki ikkita bo'lsa, DaVinci Resolve o'zida bir 50 tadan oshiq kontrast berish yo'llarini topganman o'zim. Shuning uchun panellarimiz juda ko'p. Ko'rganda vahimali ko'rinishi mumkin, lekin asta-sekinlik bilan hammasini birgalikda tushunib boramiz. Bo'lmasam, keyingi darslarda tushunishga, yaxshi kayfiyat bilan yaxshi kolorist bo'lishi o'rganishni boshlaymiz. Ketdi.